jonu jahonim sen mening. Ey ko'ngil ishor ishq jonu jahonim sen mening. Bu ko'ngil bo'stonida g'uncha dahonim sen mening. Ateşin işkin ile hacrin ile aşkin ile gül tutib faslin ile gülgün baharım sen meni. Gül tutib faslin ile gülgün baharım sen meni. Zavalım sen mani, köngülüme malham bulur. Şirin zavalım sen mani. Yadam kalbimning sultoni mani. İşte asir şahu yadam kalbimning sultoni mani. Ey ko'ngil ishor ishq jonu jahonim sen mani. Bu ko'ngil bo'stonida g'uncha dahonim sen mani. G'uncha dahonim sen mani. Salomat bo'ling, rahmat. Ustoz marhamat, joyimizga keldingiz. Assalomu alaykum, qadrli mehmonlarimiz, aziz mehmonlar, xush kelibsiz. Yangi yil muborak bo'lsin hammamizga. Pag'a yog'ayotir qor, qor rangida bo'ldi dil rangi, ko'ngillarni aylab beg'ubor. Olam uzra keldi yil yangi, baxtga tomon eltar ko'chalar, bililmaydi bugun yo'l changi, yangi niyat, yangi rejalar. Olam uzra keldi yil yangi, o'zgachadir gulda nazokat, boshqachadir bulbul ohangi, yana mehr, yana muhabbat. Olam uzra bo'ldi yil yangi, yuguradi soat millari, tilaklarning yangrar jarangi, bizni kutar baxt manzillari. Olam uzra keldi yil yangi. Yangi yillar bizni kutar baxt manzillari. Qanday go'zal yozilgan. Barchani baxt manzillari kutib tursin. Firdavs aka, bu yil siz ham ijodda faol bo'ldingiz. Qandaydir ijodingizda ko'tarilishlar, ko'proq ko'rinishlar bo'ldi, yangi qo'shiqlar bo'ldi. Xususan Madaniyat va ma'rifat telekanalining loyihalarida juda faol bo'ldingiz. Buning uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. Yangi yil bayram tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Rahmat, taklif uchun kattakon rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana ustozlarimiz, do'stlarimiz bilan mana birgalikda shu yerda shunday chiroyli bayramni o'tkazayotganidan juda ham xursandman va bizani tomosha qilib turgan barcha yurtdoshlarimiz yangi yil bayrami bilan chin qalbdan tabriklayman. Sizlarga baxt omad tilayman. Yuzingizdan kulgu tabassum hech qachon arimasin. Yangi yil bayrami hammamizga muborak bo'lsin. Deymizda, yana bir qo'shiqqa navbat bersak. Firdavs akadan ajoyib bayramona bir qo'shiqni tinglasak, tashqarida sovuq qotganlar raqsga taklif etamiz. Umidimiz bor.
Sochlaring misli kamondur, lablaring g'uncha hamdondur. Ishqingda dilim vayrondur, yetolmayin aqlim hayrondur. Visoling endi armondur. Jonim yorim, jonim yorim, ko'zlari xumorim. Jonim yorim, jonim yorim, qiynama sen jonim. Jonim yorim, jonim yorim, sen jonu jahonim. Jonim yorim, jonim yorim, sendadir hayolim. Hey wa, hey wa. Sog'inchdan yuragim beqaror, uyqusiz tunlarim bedor. Ko'zlarim senga zor intizor, qiynamay kelgin sen bir bor. Yetolmayin aqlim hayrondur, visoling endi armondur. Jonim yorim, jonim yorim, ko'zlari xumorim. Jonim yorim, jonim yorim, qiynama sen jonim. Jonim yorim, jonim yorim, sen jonu jahonim. Jonim yorim, jonim yorim, sendadir hayolim. Haqiqiy bayramona qo'shiq. Omonmisizda. Yangi yil hammamizga muborak bo'lsin deymiz va sahnamiz markazidan o'rin egallagan mehmon ijodkorimizga yuzlansak, bayram muborak bo'lsin. Yangi yil muborak bo'lsin. Voy milliy liboslarda kelganlar, qarang ko'rsatuvga, haqiqatda. Ana, yashay. Bayramona kayfiyat berishdi. Bayramona kayfiyat va albatta sizdan bugun xorazmcha qo'shiq tinglashimiz kerak. Boshqachasi bo'lmaydi. Qanday qo'shiqni taqdim etasiz? Keling bugun xorazmcha aytaman. Davrada hammani bir o'ynataman. Qo'yib beraman, maylimi? Bundan oldin ikki og'iz tabrik va barcha yurtdoshlarimizga yangi yil muborak bo'lsin. Doim sizlarni shunday yaxshi, zo'r kayfiyat tark etmasin. Mana ustozlarimiz bilan bir davrada turganimizdan xursandmiz. Sizlarni ham bormisiz, omonmisiz ko'rsatuvga omad, Rahmat. ulkan zafarlar tilab Salomat bo'ling. Demak, hamma raqsga ko'rsatamasa. Davom etamiz. Mehmonlarning hurmati bor-da. shunday. Mana bu yerda mana ukalarim yodgori ko'rmagan gancha bo'lgan Firdavsi bu syomkalarda ko'rib turaman. Ajoyib uchrashuv. Dilmurod mana o'zimiz ukamiz juda ham yaxshi xonanda. Bu o'tirgan yigitlar ham hammalari o'zini o'rnida shunaqa chiqib kelishganda hali sahnaga o'zini o'rni bilan mana Bobur aka, Bobomurodov. Ko'p ko'rdingiz bu uchrashuvni. Endi ko'p ko'rishdi. Baribir yonma-yon o'tiribmiz yana Sharofcha, mana muqim o'zimizni yaxshi bir xonanda ukamiz Kumush. Mana bu qizimiz juda ham go'zal. Bilaman barchalar raqqosa emasda, lekin shu sizlarni ko'rsatuvingiz sho'x bo'lish uchun o'ynadilar. Lekin o'ynamayotganlar hech kimga. Qo'shiq aytadi. Ha, shuning uchun 24-yil nima deydi, hamma uchun ham yaxshi taraflari ham bor. Sal mundoro degani endi hamma narsa har kuni yaxshi bo'lsa bo'lmaydi-ku. Hayot qiziq bo'lmaydi. Hayotimizda yaxshi kunlar ham, ko'p yo'qotishlar ham bo'ldi. Yaxshi insonlarni yo'qotdik. Yildan yilga hamma ham shunaqa ketib boryapti. Shuning uchun kirib kelayotgan 25-yil
agar shu Xitoy nimasi bilan ilon yili bo'lsa, hamma uchun nima deydi, o'ylab ish qiladigan mudrik deydi-ku. Aql bilan. Aql bilan hammamiz harakat qilishimiz kerak. Xudo xohlasa, eng birinchi dunyolarda tinchlik bo'lsin. Dunyolar tinch bo'lsa, biz tinch bo'lamiz. Yurtimizda hamma narsa bor. To'kin sochinlik, to'ylar oshib-toshib yotibdi. Kiyinishlarimiz ham bashang, yurishimiz, hamma minadigan mashinamiz, uyimiz hammasi yaxshi. Ayniqsa biz san'atkorlar mana shu bir-birimizga jipslashib, oddiy xalqimizning yuragiga bor to'g'ri narsalarni yetkazishimiz kerak. Hamma yigitlarimizga mana shu yerda o'tirgan va bizani ko'rib turgan yosh xonandalar, hamma san'atkorlarga men ana shu milliy san'atimizga, milliydan kelib chiqib, yaxshi san'atkor bo'lishlarini, yuraklarida faqat shu xalqqa yaxshi xizmat qilishlarini men istab qolaman. San'at juda og'ir yo'l, uni bosib o'tish oson emas. Ana shuni bor ustozlarning hurmatini joyiga qo'yib, o'zlari ham hurmat topib, yurtimizda faqat tinchlik bo'lsin. Nima dedingiz, shoiri Davron? bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtdoshimizni har chiqishlarida men bitta gap aytaman. Shu maqom deydilar, mana yigitlarimiz ham biladi. Har chiqishlarda shu maqom rivojlanishi kerak maqom. Xudoga shukr, maqom mana ancha joyini topdi. Estrada xonandalarimiz ham maqomga bir mehrlari bor. Buni aytmasa ham ichidan sezish bu juda katta gap. Shuning uchun yurtimizda mana shu musiqamiz rivojlanar ekan, hamma qo'shiqlar joyini topaveradi. Yurtimizda faqat tinchlik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin. 25-yil hammamizga muborak bo'lsin. Yaxshilik olib kelsin. Sog' bo'linglar. Rahmat. Niyatlar javobatiga biz ham tilakdoshmiz va mikrofonni Kimga beramiz? elimiz suygan yaxshi aktrisa, latofatli aktrisamizga biz mikrofon tutsak-da. Bir og'iz bayram tabriklari yurtdoshlarimizga, muxlislaringizga. Avvalambor assalomu alaykum. Ustozlar, sizlarni ko'rgandan xursandman. Bayram muborak bo'lsin. Sizlarni ham ko'rgandan xursandman. Juda ham haqiqatdan raqqosa emasman, lekin hamma sohadan bir shingil deydi-yu, shunga harakat qilib ko'ryapmiz. Yarashgan. O'zi aktrisaman, shu kasbimni juda ham yaxshi ko'raman. Barcha o'sha xalqimizga, mana shu bizni tomosha qilib turgan barcha yurtdoshlarga keladigan yil sizlarga mana shu yilimiz omadli bo'lsin. Eng asosiysi, ustozim aytadilar, har doim xayrlasa deb, tan xotirjamlik. Oldinlari tushunmasdim, endi tushunishni boshladim. Sog'liq bo'lsa, hamma ishlarga rivoj ekan. O'shaning uchun men sizlarga doimo sog'liq tilab qolaman, ishlarga rivoj tilayman. Omad. Rahmat. Bizda duet bor. Duet bor. Desa, Sharof Muqimovga bitta mikrofon beraylik. Muxlislari sog'inganda. Bir og'iz bayram tabriklari marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum. Bormisiz, omonmisiz dasturni kuzatuvchilari? Mana ko'z tegmasin, chiroyli bayramni qarshilab oldik. Barchalarga 2025-yil omadli yil kelgan bo'lsin. Hamma yaxshiliklarni sizlarga tilaymiz. Doimo bizni kuzatishda davom eting. Barcha san'atkor, ijodkorlarning ijodiy namunalari siz uchun armag'on. Doimo san'at sevgan qalbi pok yurtdoshlarimizni bu bayramda boshlari omon bo'lsin. Rahmat. Va ikkingizni taklif etib, duet taronani Bu taronani aytaman, o'zim talash qilib olganman. Ha, o'zingiz xohlab, duetdoshingizni o'zingiz tanlab, sizning mehnatingiz ko'p ekan, ko'proq raqsga tushasiz. Kadrda ham ko'proq barchim bo'ladi. Voy, qanday go'zal qo'shiq. Rahmat. Endi bir gapda, ming boshqa hit qo'shiq bo'lsin, boshqa bo'lsin, bitta insonning ko'nglida qo'shiq qolib ketadi-da. Qaysi qo'shiq qolib ketadi? Esingdami jonim? Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Xafa bo'lmang, shu qo'shiq menga yoqadi. Qolganlar ham o'rni bor. Rahmat, rahmat. Bayram tabriklari marhamat. Katta rahmat taklif uchun. Barcha yurtdoshlarimizni, xalqimizni yana bir bor yangi yil bilan chin qalbdan tabriklayman. Yangi yil hammaga baxt quvonch olib kelsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Kirib kelgan yilimiz barakatli bo'lsin. Yasha! Demak, bayramona kayfiyatda davom etadi. Mehmonga so'zlarni beramiz. Bayram muborak bo'lsin yangi yillar bilan. Rahmat. Bayram Avvalambor tabriklari bo'lsin. assalomu alaykum. Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Yangi yil bayram hammaga muborak bo'lsin. 2024-yilda erisholmagan niyatga hamma 2025-yilda erishsin. Hammaga baxt, omad, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Rahmat. Sizga ham ijodiy muvaffaqiyatlar, yaxshi qo'shiqlar tilaymiz. Rahmat. Va biz sahnamiz markaziga taklif etamiz. Bilgandek, bugungisi boshqacha bo'ladi deb, menimcha uddalay oldik. Bizga berilgan vaqt davomida kayfiyatingizni ko'targan bo'lsak, juda ham xursandmiz. Yangi yil barchamizga muborak bo'lsin deymiz. Yaxshi insonlar, yaxshiliklar hammamizning hayotimizda hamroh bo'lsin. Shunday yilni qanday boshlasang,
yil ham shunday davom etadi deydigan nima deydi, ba'zida amal qilish lozim bo'lmagan irimlar bor, lekin mana shu bir yaxshi nima deydi, yaxshi bir niyatda bugun yangi yilni boshlab oldik. Bugun 1-yanvar. Bormisiz, omonmisizda bayram sonini tomosha qildingiz. Agar sizni kayfiyatingizni oz bo'lsa ham ko'tara olgan bo'lsak, xonadoningizga ozgina bo'lsa ham fayz, raqs, yaxshi kayfiyat ulasha olgan bo'lsak, biz bundan benihoya mamnunmiz. Bormisiz, omonmisizning 1-yanvar bayram sonida ishtirok etgan barcha ijodkorlarga tashakkurimizni izhor qilamiz. Bizni tomosha qilgan barcha muxlislarimizga ham rahmatlarimizni e'lon qilamiz. Azizlar, 2025-yilda ham bormisiz, omonmisizni albatta tomosha qiling va sizlarni yana ko'rsatuvlarimizda kutib qolamiz. Barchaga bayram muborak bo'lsin. Yangi yil muborak bo'lsin. Bugun bayram, dilda qolmasin dardu g'am. Biz bilan quvoning siz ham. Yana baxtlarga to'lib keldi yangi yil. Yangraydi kuy qo'shig'u hangoma hazil. Bayram nashidasidan zavqa to'lardi shodalar ko'ngil. Oppoq orzular kabi yog'moqdadir qor. Eng beg'ubor tilaklar etilar izhor. Mo'jizalar ro'y berar takror va takror. Bir yilda bir bor. Yangi yilda hammamiz o'ynab kulaylik. O'tgan har kunimizga shukr qilaylik. Kelgusi yillarda ham omon bo'laylik. Mehr oqibatli bo'laylik. Bugun bayram. Dilda qolmasin dardu g'am. Biz bilan quvoning siz ham. Biz bilan quvoning siz ham. Bugun bayram. Dilda qolmasin dardu g'am. Biz bilan quvoning siz ham. Biz bilan quvoning siz ham. Yangi yilda hammamiz o'ynab kulaylik. O'tgan har kunimizga shukr qilaylik. Kelgusi yillarda ham omon bo'laylik. Mehr oqibatli bo'laylik. Bugun bayram. Dilda qolmasin dardu g'am. Biz bilan quvoning siz ham. Biz bilan quvoning siz ham. Bugun bayram. Dilda qolmasin dardu g'am. Biz bilan quvoning siz ham. Biz bilan quvoning siz ham. Bugun bayram. Dilda qolmasin dardu g'am. Biz bilan quvoning siz ham. Biz bilan quvoning siz ham. Bugun bayram. Dilda qolmasin dardu g'am. Biz bilan quvoning siz ham. Biz bilan quvoning siz ham. Bugun bayram. Dilda qolmasin dardu g'am. Biz bilan quvoning siz ham. Biz bilan quvoning siz ham. Bugun bayram. Dilda qolmasin dardu g'am. Biz bilan quvoning siz ham. Biz bilan quvoning siz ham.